Oke, lekin boru yomon qaysar odam ekansiz boru. Oke, meni muxlislarim ham qaysako'z, mashi dedimi? Gap yo'q, lekin boru. Jo'langa havas qilganman, lekin jo'lan qila olmaysiz bunaqa degan edi. Bunaqa rang, bunaqa hech kim qilib bera olmaydi. Bu faqat zavoddan chiqadi degan edi. Oke, ko'ring. Qani. Voy! Endi чистый o'zi foiz bering, okey? Zo'r, lekin biza hozir oranj dedingiz-ku siz, apelsin, kimdir oranj. Biza paytda bolalikda shoptolidirdik bu rangi. Shoptoli! Azam degan og'aynim bor-da, Amerikada ani trak kompaniyasi bor. O'sha Rolls-Royce olgan. O'shaning ichida xuddi shunaqa edi. O'shaning uchun kelib bizga oranjiy degan imенно o'sha rangdan uribsiz boru. Okey, kojasi O'zbekistonda qolmagan ekan. Moskvaga zakaz qilib, okey, 4 kunga cho'zilib qolganining sababi shu bo'ldi. Okey, bu Nappa koja, o'sha eng qimmat eko kojadan ishlatiladi. Yo'q. Ha, rullari ham o'zizniki emas. U qimmat bo'lib ketdi. Rul meniki emas u. Ha, zat qo'ring. Rul ham almashib ketibdi. Motorni ham almashtirib yubordinglarmi? Orqalar vashcha dahshat-ku. Okey, orqa alohida temir bo'ldi. Mana polni dеревянный joylarini qora black paint. Ha, voy, o'shani hozir aytgancha, mana ahamiyat berdim. Chunki anu narsam qani deyman, qop-qora bo'libdi-ku. Ha, mana bari ustilari, hammasi. Ha, poliklarni ko'rmaysiz. Voy, polika va Mercedes-Benz qilib beribsizlar. Zinacho'klarni tushirib, qimmati bo'libdi originali. Как раз ham bahorga, okey, bemalol zamishda o'qiylar bilan maza qilib yurib qo'yadigan joy. Endi bu mashinani haydagandan keyin bunaqa ani ko'rjolarga ani kiyimlarni ham almashtirish kerakmi deyman, ani brendoviy kiyimlar. Bagajda ham mana anaqalarni qilib berdik, mana ularga polik qildik. Bularni ham hammasini cho'tki qilib ishlatib, yaxshi ochilib yopilmayapti. Zavod izgotовитель qilib qo'ydik, okey mana. Anu sideni ham yaxshi yotmayapti. Inshaalloh mashina tayyor. Yangi mashina bo'libdi, lekin rahmat sizga, aka, gap yo'q. Okey, endi unga bitta diska taqmasa bo'lmaydi, okey. Mana shu diskani yana bir narsani aytib qo'y, jo'la qila olmaysiz deng mana. Jo'lan aka, bitta chexoli bitta. Xullas, okey, mana shu. Bitta ko'ring, obunachilardan so'raymiz agar nima desalar, mashina qo'yaymi? Biz o'zimiz yaqinda yangi olib keldik, bu AMG 2025 dizayn, okey. Oddiy bo'ladi, okey, mashina. Habibullohning o'zi, okey, taqdirladi. Bo'ldi, okey. Ko'rdim mana Bobur bilan qilganinglarni, lekin mana yaxshiroq ekan. Bu Mercedes shu AMG variantda chiqdi, okey. Mana shu uchun a? Gap yo'q, okey. Tez yurasizmi, sekin yurasizmi? To'g'risini ayting faqat. Radarga tushasizmi, tushmaysizmi? Tushaman. Tushasizmi, okey? Turaman. Mana shu Neoline kompaniyasi. Hozir endi aytmoqchi bitta radar olib qo'yib bering. Mana, okey. Pulini beraman demoqchi edim. Yo'q, bizdan hadiya, okey. Bu, okey, Toshkentdagi hamma radarlarni inshaalloh oladan 3 oylik, 5 oylik, 8 oylik, anu Nexus 3 Cobalt Mobil hammasini. Safarlarga ham yurasiz-ku, bemalol ketaverasiz, okey, mana. Bo'ldi, mana. Rahmat. Men boy o'zlariga aytotgandim, xullas, bular biz uchun legendalar. Boyvachcha kinolariga tushib, okey, maktab paytda, shu paytda to'polon bo'lib, xullas, anu ashulalaringiz yangi chiqqan paytda bor-ku, anu boyvachcha. Ya. Boyvachcha. deb turib, xullas, men hozir ham aytaman, ani kuni ham bolalarga aytdim. Vaqt o'tib, Jahongir akam bilan bitta video olamiz, gaplashaman shu odam bilan deb o'ylamaganman. Endi Alloh sevar. Video o'z yo'liga, menga ishi tushadi deb keladi deb o'ylamaganman. Tushadi, men ishim tushib kelyapti, ko'ryapsiz. Shunaqa, Jahongir akam menga ishlar tushib keladi deb o'ylamaganman shu paytgacha dedim. Ishimiz har doim tushsin, aka, men ko'rdim, sifatli, zo'r. Ishimiz qanaqa tushsin? Mashinamni tuzatib bering deb emas, aynan mana shu narsalar, mana shu nima deydi, chiroyli qilib bizning mashinamizni ko'rkam qilib turish uchun. Rahmat, okey. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Tuning House number 1.